Buyuk jadid aloma, adib va mutafakkirlarning boy ma'naviy merosini keng targ'ib qilish, o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirish maqsadida har yili tashkil etib kelinayotgan jadidlar izidan respublika ko'rik-tanlovining bu yilgi tuman shahar bosqichlari ham yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Ayni daqiqalarda Kogon tumanida mavjud 25 ta umumta'lim maktablarining 6, 7, 8 hamda 9, 10 sinf o'quvchilaridan iborat jamoalar ham tanlovning Kogon tuman bosqichida ishtirok etishga tayyor. Biz 12 maktabdan keldik. Hozir biz juda ham hayajondamiz. Endi jadidlar izi bu juda ham zo'r tanlov. Men bunga juda ham qatnashkim kelardi va nihoyat 6-sinf bo'lib va nihoyat qatnashyapmiz. Hozir biz guruhimiz bilan 8 ta kitobni o'qib tugatdik. Endi o'ylayapmizki, bu tanlovda albatta g'olib bo'lamiz. Bayramona tarzda bezatilgan ta'lim maskani hovlisida tanlovning maktab bosqichidan saralangan eng bilimdon o'quvchilar jamoasi to'planishdi. Ularga dastavval jadidlar izidan respublika tanlovining mazmun mohiyati yana bir karra tushuntirilib, ishtirokchilar ushbu tuman bosqichida test savollari va jadidlar ijodi bo'yicha bilimlarini namoyish etishlari ta'kidlandi. Ana shunday ko'tarinki tarzda boshlangan tanlovning birinchi sharti test sinovlari sharti bo'lib, har bir o'quvchi o'zlariga berilgan 25 daqiqa vaqt mobaynida ma'rifatparvar bobolar hayoti va ijodiga oid bo'lgan test savollariga javoblar berishdi. Test albatta shaffof tarzda bo'lib o'tdi. Ya'ni o'quvchilar orasida sog'lom raqobatni yuzaga keltirish uchun o'ylaymanki, barcha bilim salohiyatlarimizdan kelib chiqqan holda testni namunali tarzda ishlab berdik. Shaffoflik va adolat mezoni asosida o'tgan test natijalariga ko'ra eng yuqori ballni qo'lga kiritgan bilimdon o'quvchilar tanlovning ikkinchi shartida savol-javob, asarlar tahlili shartida ishtirok etdi. Qizg'in mushoiralar, bahs-munozaralarga boy tarzda o'tgan tanlovda teng natija ko'rsatganlar qo'shimcha savollar orqali eng kuchli o'quvchilar aniqlandi. 6-8 sinflar o'rtasida o'tkazilgan bosqichida birinchi o'rinni oldim. Keyingi bosqichlarda ham birinchi o'rinni olish uchun ko'proq kitob mutolaa qilaman. Tahlillarga keladigan bo'lsak, ushbu tanlov ikkinchi yil o'tkazilishiga qaramasdan o'tgan yilga nisbatan ishtirokchilar soni sezilarli darajada ortganligini bilish mumkin. 44 ming yoshlarimiz, maktab o'quvchilarimiz jadidlar izidan tanlovda ishtirok etish uchun qiziqish bildirib ro'yxatdan o'tgan. Tanlovning tuman shahar bosqichi g'oliblari viloyat bosqichida ishtirok etishadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.